Mirzo Ulug'bek tumanidan 7 xonali puliga arziydigan zo'r hovlini ko'rsataman. Xo'p, Akadem garadokdamiz. Shunda IT parki orqasidagi mahalla o'rtada katta zelenik zonasi, bu yerda yozgi oshxonasi joylashgan. Hovli uchun hojatxona. Oshxonadan shunday kirib chiqsa bo'ladi. Hozir uyimizda mebel ishlari ketyapti. Oshxona mebeli, garajimizda kattagina 3-4 ta mashina bemalol qo'ysa bo'ladi. Xo'p, uyimizga vanna ishidan kiramiz. Kirganda chap qo'lda, o'ng qo'lda shkaflar yasatirib ketilgan. Bu yerda kattagina hol. Xo'p, bu yerda esa o'tiriladigan joyi повседневный. Holiga qaragan oynalarimiz ham teplый pol, ham radiatorlari qoldirilgan. Xo'p, o'ng qo'ldan boshlaymiz. O'ng qo'limizda katta zal. Zal razmerlari yaxshigina. Xo'p, bu yerda gostivoy hojatxona birinchi qavat uchun alohida qilingan. Shunda yonginasida bo'lsa spalnyamiz joylashgan. Spalnyamizdan o'zining ichida alohida sanuzurlari bor. Xo'p, sanuzurda shu kabinalar qilingan, sifat bilan qurilgan uyimiz. 7 ta xona, 430 kvadrat. Podval birinchi etaj, ikkinchi etaj. Bu yerda oshxonamiz joylashgan. Oshxonamizga bitta baho beramiz. Mebellar akkuratni qilib qo'yilgan. Полностью Hoffman brendiga tegishli texnikalar qo'yilyapti. Mana hammasi olib kelib qo'yilgan. Katta oynada, xonalarda haqiqatan ham katta oynada ishlatilgan. Bu yerda mana yozgi oshxonaga chiqiladi. Bitta stolichni qoldi. Hammasi podключib qo'yilyapti. Ikkinchi qavat ko'tarilamiz. Ikkinchi qavat ko'tarilganimizda ham mana bu kichkinagina o'tiriladigan joy bor. Chap qo'ldan boshlaymiz. Kattadan yotoqxonasi. Bu uyimizning eng afzal tomoni 3 ta spalniyaning ichida o'zining alohida sanuzurlari bor. Garderob o'rni. Bu yerda sanuzurimiz joylashgan. Katta tashakkur etilgan xamirga yorotgan bo'lsaydi. Hop, keyingi xona bu ham ota-onaga mo'ljallangan spalnya. O'shanda uyimizda 3 ta полноценный spalnya bo'lyapti. Qolgan 3 tasi детский. Bu yerda xuddi shunaqa shkaf o'rni bor. Sanuzurimiz bu ham kattagina, bir xil razmerda. Hop, o'rtada umumiy yuvinish xonasi. Bu yerda vanna qo'yilgan. Yonginasida bitta spalnya bor. Chap tomonida. Bu yo'g'i manchagina razmerlari yaxshi. Xuddi shunaqa garderobda o'nlar bor shkaf. Xo'p. Yana bitta xona. Buni mancha kabinet qilib qo'ysa bo'ladi. Bu yerda yana shkaf o'rni bor. Tak, oxirgi xonamiz. Yana bitta детский spalnya. Xo'p, tepada 5 ta xona, 3 ta sanuzor bo'lyapti, pastda 2 ta xona, bitta hol, bitta oshxona. Podvalga tushamiz endi. Xo'p, mana podvalga ham tushib oldi. Tushganda kattagina xona bo'ladi, ko'rasiz. Svobodniy, oynalari ham bor. Havo aylanishiga chap qo'ldan boshlaymiz. Chap qo'lda bitta katta xona qilingan. Har bitta xonaga alohida oynada tashlab ketilgan. Полностью теплый pol bo'lgan. Yonida yana bitta katta xonamiz. Marhamat. Katta oila uchun menimcha juda ham zo'r variant, chunki 7 ta xona. Xonadan soni juda ham yaxshi. Xo'p, bu yerda sanuzorimiz joylashgan. Kechirasiz, kotelnimiz. Boiler, 2 ta kotel, hammasi granitni qilib qo'yilgan. Xo'p, bu uyimiz sotilyapti. Mirzo Ulug'bek tumanida bo'ldi, Akadem garadok. IT park shunday orqasidagi mahallada joylashgan. Narxi 550 ming startoviy belgilanyapti. Yana kelishadigan joy bor. Telefon qilinglar. Hammaga rahmat, sog' bo'ling.